oilani qadriyatlari keyinchalik o'sha qiz bolani ham, o'g'il bolani ham o'zini oilasida yaratadigan qadriyatlariga chambarchas bog'liq. Misol uchun ayol kishi bolaligidan, qizligidan uyda onasini, otasini pul yig'ishini ko'rib katta bo'lgan bo'lsa, keyinchalik unda ham shu odat paydo bo'ladi. Qadriyat sifatida ko'radi. Bir xil oilalarda topgan pulni ishlatadi. Bir xil uyda kitobxonlik qadriyat. Ya'ni uyga kirsangiz xonasi kitobga to'la, otasini xonasi. Bir xil bolalar o'sha kitoblarni o'qiydi, qiziqadi, katta bo'ladi. Oilasida keyinchalik uylansa ham, erga tegsa ham kitob o'qishi qadriyat deb hisoblaydi. O'qigan farzandlarni qo'llab-quvvatlaydi. O'qimishli odamlar bilan do'stlashadi. Kitob o'qiydiganlar bilan ko'proq muloqot qiladi. Chunki unda bolaligidan qadriyat sifatida kitob o'qish bo'lgan. Bir xil oilalarda uyda qadriyat sifatida bilasizmi, ovqatlanish. Butun boshqa narsada qadri yo'q, lekin ovqatlanishda mumkin hamma narsa. Bolalarga ham mumkin. Unaqa oilalarning farzandlari agar boshqa narsadan siqilib qolgan bo'lib, faqat ovqatlanishga hamma imkoniyatlar yaratilgan bo'lsa, keyinchalik shunaqa bo'lishi mumkinki, boshqa oilaga tushganda o'sha qiz bolalarni kiyim-kechigi bilan, erini kiyim-kechigi bilan ishi bo'lmaydi. Faqat eridan o'sha ovqatni qilish uchun to'ldirib qo'yishini xolodilnikni so'raydi. Bir xil oilalarda ovqatlanish mumkin-ku faqat. Asabini faqat ovqatlanish bilan o'tkazadi. Erkin harakat qilish mumkin emas, ko'chaga chiqib kelish mumkin emas ortiqcha. Faqat ruxsat berilgan uyda xohlaganingda ovqatlan, xohlagan narsani ye. Bir xil oilalarda bo'lsa, qadriyat sifatida uxlash faqat mumkin. Uxlaganda urushishmaydi, aytmoqchiman. Boshqa payt urushishadi, tinchlik berishmaydi. Faqat uxlaganda tinch qo'yishadi. Shuning uchun stressni uyquda o'tkazadiganlar, katta bo'lgandan keyin ham stressni uyquda o'tkazadiganlar. Shuni odat qilib olgan. Bitta uxlab tursam, o'zimga kelaman, erimni so'kkani ham, baqirgani ham hammasi esimdan chiqib ketadi. Lekin aslida bu miyasida esida chiqadi. Lekin tanasida emas. Tanasi baribir o'zini impulsini beraveradi.